harakat qilaman har bitta xonasini ko'rsatib chiqishga. O'zingiz storida tanlagan narxlarga obzor qilyapmiz. 120 kvadratdan oshiq kvartira bo'ladi. Ikkita hojatxonasi, ikkita sanuzeli bor. Hop, umumiy hisobda 5 xona, 6 xona qilingan ekan. Remontlari ham mana yaxshi holatda. Bitta xona sanaymiz. Mana ikkinchi xonasi, bu xonasini ham remontlari zo'r ekan, yaxshi jihozlangan ekan. Mana bu 3-xonasi bo'ladi. Bu yerda bitta kladovka bor ekan. Yana bitta xona mana. Ko'ryapsizlar, 120 kvadratdan oshib deyaptilar. Mana uje mana 5-xona bo'ldimi? Qaranglar, bulardan tashqari oshxonasi, mana shu katta hol bor. Endi yuramiz. Ammo ikkinchi sanuzel bo'ladi. Bu ham bitta xona hisoblasak agar 6-xona bo'ladi. Undan tashqari mana oshxona, oshxonadan keyin mana bunaqa balkoni ham bor ekan, o'tiradigan bitta joy qilib qo'yilgan ekan bu yerda ham. Xona hisoblamadik buni, hisoblaganimizda 7-xona bo'lardi. Eng zo'r joyi 2-etajda joylashgan deb uchastkamiz. Mana avtoturargohdan ham muammo yo'q. Maktab, bog'cha, masjid yaqin atrofda joylashgan. Ko'chani boshida Korzinka ham bor. Beltepada joylashgan Shayxontohur rayoni. Aniq lokatsiyasini, rasmlarini Telegram kanalimda qoldiraman.